Ayollar aytadiki, mana erim e'tibor bermaydi shoir opa deydi. Keladi uyga deydi, bir chekkada o'tiradi, choyni ichadi, uxlaydi. Keyin ertalab turadi, ketadi. Men aytaman, "Xo'p, uxlagan, sani yoningda uxlaydimi?" "Ha" deydi. "Kelmabdi, ha. Bo'lmasam turmush o'rtog'ing ham kelsin." Alohida keladi, shoir opa deydi. "Bilasizmi?" deydi. "Har kuni bir xil plastinka, ozgina o'zgarish kiritsin, ozgina bir uyda meni ham qiziqtiradigan, zavqlantiradigan narsalar qilsin" deydi. Xaljiligim to'la. Mana dunyoqarashimda shunaqa 3 ta qizim bor. Shu 3 ta qizim to'q bo'lishi kerak. Uni ochganda nima ochganda topib yeydigan narsasi bo'lishi kerak. Kiyganda libosi bo'lishi kerak. Mani o'y hayolim faqat shu narsa bilan. Men u boshqa xotin, ko'chadagi begona qizlar degan tushunchalar yo'q menda deydi. Shuni tushuntiring ularga. Yo'q deydi, siz kimnidir topib olgansiz. Men erta uyga kelsam, pulimni tiyinigacha olib kelsam, sharoitingni yaratib qo'ygan bo'lsam, telefonim ochiq tursa, yana nima xohlaydi? Men qiynalib ketdim, men charchab ketdim. Keyin qochib ketaman.